Assalomu alaykum aka-ukalar. Ko'rishlaringiz mumkin. Sizlar uchun piknik naborda injig'idan tayyorlab qo'yganmiz. Buni o'zini 3 ta pichog'i, bitta chopqisi va podarkaga bitta kichkina boltachasidan qo'shib qo'yganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Sixlarini ham chiroyli qilib naqshlardan o'yib qo'yganmiz. Sixlari ham zanglab qorayib qolmaydi. Nerjavikadan bo'lgan materiali. 60 santimetrli uzun six. Bemalol katta kavkazskiy shashlilarda tayyorlasa ham bo'ladi. Pichoqlari aboyma pachimlikdan, lezvalari, gulvantlari latun, soplari tabiiy yog'och. Bunisi ham xuddi shunaqa. Chiroyli qilib qo'yganmiz. Bunisi tig'lari klapan, soplari yog'och, tabiiy, gulvantlari indeskiy kumushdan qilganmiz. Chopqisini ham ko'rishlaringiz mumkin. Suvaylarga qaytmaydi. Kichkina qovurg'alar chopsa bo'laveradi bemalol. Kichkina boltachasi o'zini. Bunda ham bemalol kichkina suvaychalar chopsa bo'laveradi.